Hürmetli qarindoshlar, Sharq Turkiston Surgundi hukumati televiziyasining xabarlar programmasini ko'rishlarini qizg'in qarshi olamiz. 8 ayning 27 kuni Yangi Dehliga joylashgan Xalqaro kuzatuvchilar guruhi Qizil Pandus analizchisi Litva Xitoy munosabati qayerga degan temada to'y yig'ini chaqirdi. Bu to'y yig'ini Litva parlamentining shundaqla davlat bexatarlik va mudofaa komitetining a'zosi Dovil Sakalin bilan suhbat shaklida ilib berilgan. Dovil jurnalist, shundaqla kishilik huquqni qo'g'duvchi. Dovil Xitoyning Sharq Turkistondagi qilmishlariga qarshi turganligi uchun Xitoy tarafidan qora tizimlikka kirgizilib jazoga uchragan. Dovildan 2021-yilda kishilik huquq dafsanchiligi va majburiy emgak bilan shug'ullanish to'g'risidagi nurg'un ayblashlarga qaramay, Xitoyning Yevropa ittifoqidagi davlatlarga mahsulot import qilishning yuqori bo'lganligini, Litvaning Sharq Turkistondagi majburiy emgakdan ishlab chiqarilgan mahsulotlarni import qilish masalasida Xitoy bilan savdo qilishga qo'shilmaslik masalasi so'ralganda, Yevropa ittifoqi bilan Xitoy o'rtasidagi savdoning yanada yuqori bosqichda turayotganligini, Yevropa ittifoqi rahbarlari va ularning siyosatining asta-asta o'zgarayotganligini, Xitoyga qarshi parlamentlar ittifoqi Yevropa ittifoqining Xitoyga qarshi maydonini o'zgartirishga urinish xizmatini yaxshi ishlayotganligini, Sharq Turkistondan kirgiziladigan asosliq mahsulotning paxta ekanligini, Litvaning buningga nisbatan ara iste'molining intayin oz ekanligini, Litvaning Xitoyga tayanishchanligining intayin tuvanligini, bu Litvaning Xitoyning bo'zaq qilish taktikasiga qarshi tura oladigan asosliq sabablarining biri ekanligini, Litvaning demokratiyaning g'oyasi, qimmat qarshi va prinsipida ching turishni xohlaydiganligini aytdi. Litvaning Tayvan vakillari umiga etish qaroriga qandoq kelganligi va hal qilg'uch omillar nima ekanligi so'ralganda, elchixona emas, balki savdo vakillar ishxonasi etishni qaror qilganligini, bu orqali bir Xitoy siyosatini ma'lum darajada saqlab qolganligini aytdi. Litvaning Avstraliyaga o'xshash Xitoy virusining kelib chiqishi haqida mustaqil tekshirishni talab qilganda, qurol yarog' savdosi shaklida o'ch elishni umid qilmasligi so'ralganda, Xitoyning Litvaga qarshi bir qism dushmanlik tadbirlarini qo'llanganligini, Xitoy bilan Litvaning ilgirki savdo kelishimining to'yqisiz amaldan qoldirilganligini, Litva Xitoy bilan bo'lgan savdo urushini xohlamasmi, Beijingning aniqla dushmanlik qilayotganligini, yaqinda tuzish kirgizilgan davlat bexatarlik qonuniga asosan xususiy Xitoy shirkatlari partiyaga barliq iqtisodiy faoliyatlarga oid sonliq ma'lumotlarni ta'minlashi kerakligini, bu Xitoydagi xususiy shirkatlarning shundaqla Xitoyda tijorat qilayotgan chet el shirkatlarining shaxsiy maxfiyatligining bo'lmasligiga kafolatlik qiladiganligini, bundan boshqa Xitoy yaqinda yana jazoga qarshi turish qonunini ma'qullab, Beijingning g'arb shirkatlarining mol-mulklarini to'ng'itishi va xizmatchilarini xohlagancha qo'g'lab chiqarishiga yo'l qo'yganligini, Litvaning o'zining qimmat qarshi va prinsiplarini qo'g'dashga tirishayotganligini, Xitoy bilan Rossiyaning qanday qilib ittifoqlashib Litvani jazolaydiganligi to'g'risidagi savolga Litvaning Rossiya bilan bo'lgan munosabatining ishg'oliyat davridan boshlab bo'libmi yaqinqi Rossiya Litva chegarasiga yaqin yerda harbiy manevrlarni ilib borgandan buyon jiddiylashganligini, ammo Litvaga qarshi tadbir qo'llanmaganligini, Xitoyning dunyo tartibini qanday o'zgartirishga urinayotganligi va xalqaro jamiyatning Xitoyning tajovuzchilik harakatlariga qanday taqobil tura oladiganligi so'ralganda, hozirgi dunyo tartibining qonun bilan idora qilish va boshqa davlatlar va ularning chegarasiga bo'lgan hurmat qilish ustiga qurilganligini, davlatlar tinchlik va muqimlikni qo'g'dashda ching turishi kerakligini, ammo Xitoyning bu qoidalarga jang e'lon qilayotganligini, Xitoyga qarshi turishning birdan-bir yo'li xalqaro jamiyatning o'zaro ittifoqlashib Xitoyga qarshi turishi kerakligini, Litva bilan Hindistonning Xitoyning o'xshash noroziligiga duch kelganligini, Hindiston bilan Litvaning kelgusida hamkorlashishining mumkinchiligi so'ralganda, Litvaning Hindiston bilan bo'lgan kelgusi hamkorligiga intayin umidvor ekanligini, Litva bilan Hindistonning tarix, madaniyat va til jihatda zich munosabati, nurg'un o'rtoqligining borligini, kelgusida Litva bilan Hindistonning yaxshi do'stlardan bo'la oladiganligini aytdi. 25 mingdan ortiq Yevropa tanargachisiga vakillik qiladigan Yevropa sarxil tanargachilar jamiyati 2022-yillik Beijingda o'tkaziladigan qishliq olimpik tantarbiya musobaqasiga qatnashadigan tanargachilarga Xalqaro olimpik komitetining tanargat jarayonida namoyish qilish huquqi bermasligini tanqid qilib, olimpikning namoyishga munosabatli qoidasini isloh qilishga chaqirdi. Yevropa ittifoqi tanargatchilarining bosh kotibi Paulina Tomchik Janubiy Xitoy attiganlik pochtasining ziyoratini qabul qilganda,
Tənərgəçilərning özlərinin əndişəsini ifadələş, fikir erkinligi huquqiga ega bo'lishi kerakligini, namoyishga qo'yilgan cheklimlarning bir oz o'yishtirishining kelgusidagi olimpik tantarbiya musobaqasiga kengaytirilishini xohlaydiganligini aytdi. Xalqaro Olimpik Komiteti vazifasining tənərgəçilərni olimpik harakatining markaziga qo'yish ekanligini, tənərgəçilərning o'z guruhiga vakillik qiladiganligini, bu tashkilotning olimpik nizomnomasining asosiy prinsipi va Xalqaro Olimpik Komiteti axloq qoidasida belgilangan kishilik huquqni e'tirof qiladiganligini va qo'g'daydiganligini aytdi. Bu o'zgarish tənərgəçilərning axborot e'lon qilish yig'ini va ziyoratda o'z ko'z qarashini bayon qilishiga sharoit ta'sirlab berdi va davlatlarni siyosiy yo'llar va oliy mehmonlarni avatishni rad qilish orqali diplomatik boykot qilishga chaqirdi. Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik sababidan Yevropadagi davlatlarda boykot qilish kun sari kuchaymoqda. Alyumin cheklik shirkati Nalco'ning paychiki bahosi Xitoydagi ishlab chiqarishning kemayishi sababidan 13% dan ko'proq o'sgan. 8 ayning 27 kundagi Reuters agentligining xabariga asoslanganda Xitoyning ta'minotining 5dan 1ni egallaydigan dunyodagi eng chong alyumin ishlab chiqaruvchi va iste'molchi hisoblanadigan Sharq Turkistondagi alyumin tog'lash zavodining alyumin ishlab chiqarishi cheklangan bo'lib, bu Shanxaydagi metal bahosining 10 yildan buyongi eng yuqori saviyaga o'rilishini keltirib chiqargan. Xitoy dunyodagi eng chong metal ishlab chiqaruvchi va iste'molchi bo'lib, bulg'anishni azaytish uchun alyumindan boshqa po'lat, mis qatorliq bir necha metal ishlab chiqarishni kamaytiribdi. Bozorni kuzatuvchilar ishlab chiqarishni kamaytirishning Xitoyning boshqa tog'lash zavodini kengaytirish mumkinligini o'ttirg'a qo'ydi. Bu alyumin bahosining keng ko'lamda o'sishini keltirib chiqargan. 2021 yılı 8 ayının 29 günü, yani yakshanba günü Urumchida 2021 yıllık Asya Avrupa Tovar Savdo Yarmarkasi ve ikinci navbatlik atalmış Şinjan elektronlik savdo naq maydon tarqatish bayrami o'tkazildi. Faoliyatda nurg'ulg'an naq maydon tarqatish uskullari ve ommabop vositalar birlashtirilib, atalmış Şinjan dehqonchilik mahsulotlari to'rdashlarga tavsiya qilindi. Fransız mutafakkiri Montesquieu yaxshi axloq vatanparvarlikni tug'diradi, vatanparvarlik yaxshi axloqni tug'diradi degan. Zulmga bosh egmaslik, zolimga fursat bermaslik, huquqqa, shuhratga, mol dunyoga intilmaslik, shaxsiy manfaatidan voz kechish, fidokorlik tuyg'usi vatanparvarlikni borliqqa keltiradi. Vatanparvarlik insonning ruhini pokizlaydi, yuksaltiradi. Oxiratda katta mukofotlarga erishtiradi. Tor manfaatchilik, mal dunyoga erishmanlik, shuhrat, amal va mansab tuyg'usi insonni andisha, qo'rqish, ochko'zlik, kibrga boshlaydi. Boshqalarning haqqiga hurmat qilmaydi, jafo mushaqqatdan qochadi. Vatan, xalq g'amini aslo yemaydi. Ahamiyatsiz bir hayotni yashab o'tadi. Vatanni sevishdan kelgan fidokorlik tuyg'usini ko'zga ilmay oddiy qaragan insonlar nachar insonlardir. Hürmetli görürmenler, haberlerimizde kökünanlar için köp rahmet. Kiler kıttım programımızda görüşkice Allah'a emanet olmaysızlar.